Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Bizlar bugun yana qaytdik. Xo'sh, bugun bizlar endi kechagi olgan videomiz bor. Creative Mode 0 dan o'rgataman degan video olgan edim. O'shani ikkinchi qismi chiqadi. Xo'sh, bugun boshladik. Bugungi maqsad ferma, merma, ili shunga o'xshash narsalar qurishimiz kerak. Jang garoj. Yana bitta narsa biz shaderni olib tashlashga majbur bo'ldik. Kompyuterimiz ko'tarmadi. Kompyuter yaxshi ko'tara olmayapti. Shaderni olib turdik. Keyinchalik yaxshiroq shader topib qo'yamiz. Qotmaydi. Baxki. Chaqdi. Creeper. Idi sуда. O'ldira olsak zo'r bo'lardi-da. Portlab ketdi. Vo, yaxshi. O'ldirdik. Mana bu narsa bilan granat etsak bular. Ketdik. Endi korotchi naqlamiz. Hozir bu yerda yana meva jivika nimadir. Mana yana meva topdi. Ko'pni topyapmiz. Tog' bor ekan. Mana shu tog'ning uchiga chiqishimiz kerak. Ketmaydi. Shaqa ketamiz. To'xta ketishdan temir kirka yasak, boyagi narsalarni tamomlaymiz. Nima deydi? Toshli kirka bilan chopib bo'lmadi-ku. Rudalar chopishda temir kirka kerak. Bizga temir yasashimiz kerak. Kirkaga yarasha temirimiz bor ekan. Joy qo'yamiz. Meva olamiz. Meva kerak bizlarga. Ketdimi? Katta qisas ketdik. Shuni keldim. Tezroq temir topmasak bo'lmaydi lekin. O mana ya. Mis. O'zimizda o'zbek tilida aytilganda oddiy mis. Ularga ham ko'rsataman nimalar yasash mumkin yoki mumkin emas. Ko'p yashashsa bo'ladi-da. Bu Creative Mode'da nima desam, afzalliklari juda ko'p. Shuning uchun Creative Mode'da o'ynaganim yaxshi. O'zim anchadan beri nima desam, havas tutib yurardim. Bu xillar YouTube'larda chiqarman, inglizlar, ruslar chiqib mazza qilib o'ynaydi-da. Men shuni o'yna olmayapman. Chunki kompyuterim slab edi. Hozir jamlaqa zo'r emas, lekin ancha kuch ketgan. U paytlar men video kartam ham yo'q edi. Hozir video karta qo'yganman, adash. Masalan, 560 mi? RTX 560 или 650 mi? Shunday edi. Ko'mir tog'larda juda ham ko'p bo'ladi. Narsa o'ylayapman. Boya yo'lda ketayotganda eslangda bo'lsa, o'tgan qismda mevali daraxt topib olgan edik. Ana shunaqa yana aylanib sayohatga chiqib, mevali daraxt qidirib ko'rmoqchiman. Mana daraxtni boshda aytgan edim, eshiklar har xil bo'ladi. Masalan, bu daraxtdan boshqacha, boyagi sariq daraxtdan boshqacha eshiklar chiqadi. Hammasi bir xil chiqmaydi. Yana temir juda ham ko'p kerak bo'ladi. Keyinchalik topolmay qolamiz.
Suratga uyga qaytish kerak. O'zi ham vaqtida qaytibmiz-da. Evalas qaytmaganimizda ko'chada qolib ketardi. Xo'sh. Bu yerga bloklar qo'yib tashlaymiz. Bo'ldi. Chetga bo'ldi. Bundan mega o'tdi, bundan mega o'tdi. Endi mana ikki bo'lamiz. Tamam, bu yoqqa qo'yamiz bittasini. Bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Yana bir kun o'tdi. Xo'sh, ana uxlab oldik. Endi ovqatlar o'zini qo'yibdi. Ovqat olaylik. Temir topishimiz kerak. Adashmasam mana shu tomonda edi. Mana bu tomonda. Voy bo. Temir top. So'mni ham topdik-da. Tipimden çıksa ya. Ke, yaksa bitta keyin. Hayır ama. Yok öyle. Yeter, hazır tek yeter. Yetemiz oldu. Mana boyagi joyimizga keldik. Hozirga borishimiz kerak. Ko'chaga borishimiz kerak. Bu ham eng kerakli narsalardan bittasi. Come on. Bitti. Come on. Gitsem koy. Bu güçlü oluyor bunu koy. Come on. Ulanmadı. Tutanmadı. Buna bak. Bunu yaxshi temir ham ko'li var. 8 ta temir. Yetib ortadi. Temir tutamiz, buni olamiz. Bu yerdagi ham bo'ldi. Qo'yib mana do'stlar, mana bu narsa mis bo'ladi. Bundan juda ko'p narsa yasasa bo'ladi. Ko'rsataman. Mana bu mis. Agar adashmasam tarjima qilinsa o'zbek tiliga mis degan narsa chiqadi bu. Mis bo'lib chiqishi kerak.
men shunaqa deb atadim o'zim uchun. Shu yana bizga nima mana bunaqa narsa yasasak bo'ladi. Qo'ydi uchun kerak. Bu o'tirsa bo'ladi buni ustiga. Bunga mana. Bunga nima kerak edi? Buni qanaydir yasasa bo'lardi. Aniq turib ko'rsatmayapti. Mana bu pompa. Pompa emas bu. Nima? Buni ishlatmaganman, to'g'risini aytaman. Suv, turba qandaydir. Turba ham chiqishi kerak. Mana bu narsa pompa. Mana bu turba pastdagi, bu pompa. Pompa nima qiladi? Turbaga suv, o'sha suvga turbani ulab qo'ysang oqmaydi-da. Shuning uchun bu pompani qo'yib, shestronka qo'yasan, mana bu narsa shestronka deyiladi. Ruschasiga, inglizchasiga bunaqa. Buni yordamida sizlar aniq qilsang bo'ladi. Suvni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazsalar bo'ladi. Bu arqon. Og'ir narsani, past chuqurdagi narsani olsa bo'ladi ko'tarib. Bunga ham yetsa bo'ladi. Mana bu narsani shift qilsam, keyin o'rgatmayapti. Bu yerda bu yoqdan ko'rsataman. Pompa qani? Mana. Pompada nima qilsa bo'ladi, nima qo'ysa bo'ladi. Hammasini ko'rsatadi. Ko'rsatish kerak. Qani? Ko'rsatmaydi ekan. Qarshi mana shunaqa narsa qo'yiladi. Ikkita qo'yilsa, bu narsa chiqadi. Turbani mana bunday press qilinadi. Pressni qanday qilinadi? Mana bu yerda bitta apparat mana. Mana bu narsa bor. Mana bunday bossak mana. Hamma narsani, xohlagan narsalaringni press qilib beradi. Mana oltinni press qilgan, bu lazer bor. Kashmashli blokni mana misni ham press qiladi. Yerni qo'ysa bunaqa nima deydi? Qishloqlarda yurarki, ashtaqa yer yasa ber ekan. Bu narsa nimaligini aniq bilmayman. Nimadan deb tayyorlarda bir tayyorlagan edim. Shakar qamishni bunday qo'ysa, qog'oz qilib ber ekan. Temir. Bu yerda nima degan? Ozroq lava i mana bunaqa boyagi gravit. Tog'da bo'ladi, nam qum. O'shandan chiqar ekan mana bunaqa narsa. Uchovini shuna qo'yib buni ishlatsa, boyagi andezit paydo bo'lar ekan. Bu qum, bu narsa lava, uchovi buni paydo qiladi. Tuxum, shakar, bu nima keyin flom. Qanaqadir nimandir unga o'xshagan narsasi. Buni idish, qum bilan lava, bu narsani chiqarib beradi.